Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maftunaxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Biz Farah Media jamoasi Farahli qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilyapmiz. Menimcha tanigan bo'lsangiz kerak. Tandim. Demak, taxmin qilishga hojat yo'q, chunki biz kim tomonidan qo'ng'iroq qilganimizni darrov angladingiz. Aynan turmush o'rtog'ingiz Sunnat akamiz bizga murojaat qilishdi. Qabul qilasiz ularni dil izhorlarini, tabriklarini ozgina vaqt ajratib, maylimi? Mayli. Qaynotangiz Abduxoliq ota, dadajoningiz Asadulla akamiz, qaynonangiz Nazira onamiz, bu Rajab ona, qaynisingillaringiz Oybarchin, Ozoda, qizlaringiz Nigina, Barnoz, Zarina va barcha qarindoshlaringiz nomidan umr yo'ldoshingiz Sunnatulla akamiz tabriklamoqdalar va ular aytdilarki, azizim, dardkashim, suyanchim va taqdir peshonamga bitilgan muhabbatim. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Baxt, salomatlik, bahoriy iliqlik, orastalik va oilaviy baxt tilayman. Har doim baxtdan yuzingda quvonch quyoshi balqib tursin. Barcha ezgu niyatlaring, maqsadlaring ushlasin. Sen uchun har narsaga tayyor turguvchi insonlar doimo yoningda bo'lishiga tilakdoshman. Mening baxtimga, qolaversa barcha yaqin insonlarimiz baxtiga, qizaloqlarimiz baxtiga sog' va omon bo'lgin. Taqdir yo'llari seni menga uchratgani uchun Allohimga cheksiz shukronalar aytaman. Sen bilan hamisha faxrlanaman. Yaxshi, yomon kunlarimda suyanchim, baxtli kunlarimning sababchisisan. Sen bilan o'tgan har bir onimdan baxtliman. Ilohim, bu baxt abadiy bo'lsin. Doimo yonimizda bo'lgin. Seni juda yaxshi ko'raman. Ilohim, umr yo'llaring uzun bo'lsin. Men ham sening muhabbatingni, mehringni javobini qaytarib yurayin. Axir seni yuzlab qizlar ichidan tanlaganman. Esingdami? Va bu tanlovimdan bugun eng baxtli insonman. Rahmat senga hammasi uchun. Seni menga uchratgani uchun Allohga beadad shukrona aytaman. Hayotimga kirib kelganing, qalbimni iliqlik, sevgi va sokinlik bilan to'ldirganing uchun rahmat. Har bir kunim sen bilan o'tishi mening baxtim, har bir qadamim quvonch. Bizni bog'lab turgan bu mehr muhabbatning umrbod davom etishini, baxtli daqiqalarimiz ko'payib hayotimizda quvonchdan boshqa hech narsa bo'lmasligini tilayman. Har doim yonimda bo'lganing, qo'llab-quvvatlaganing, menga kuch bag'ishlaganing uchun rahmat. Senga nisbatan bo'lgan muhabbatimning so'z bilan ifodalash qiyin, lekin bilib qo'y. Men sen bilan faxrlanaman va cheksiz yaxshi ko'raman. Bugun va har doim sening baxting, sog'liging, orzularing amalga oshishi uchun qo'limdan kelgan barcha narsani qilishga tayyorman. Chunki sen mening baxtim, ilhomim, hayotimning eng qimmatli insonisan. Aslida sen mening hayotimdagi eng go'zal sovg'asan. Sen bilan har tong quvonchli, har kecha osoyishta, sen munosib bo'lgan baxtni, muhabbat va hurmatni doim his qilib yashashingni istayman. Men har doim yoningdaman va seni juda yaxshi ko'raman. Ota-onalarimiz baxtiga biz baxtli bo'laylik. Bizning baxtimizga bizning farzandlarimiz omon bo'lsinlar. Oilamizning baxtiga hech qachon ko'z tegmasin. Sunnat akamiz mana shunday go'zal satrlarni siz tomonga yo'llab qo'yishimizni iltimos qildilar va Sunnat akamiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Havas qildik baxtlaringizga. Va siz bilan tanishgan damlarni ham eslab o'tdi va bu suhbatimizda ular eshitishadi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Xo'jayin, men baxtimizga sog' bo'lsin. Onlarimiz huzurini ko'rsin. Har doim ishlariga omad va muvaffaqiyat tilaymiz. Ota-onamiz baxtida sog' bo'lsin hammasi. Ilohim, mana shu go'zal niyatlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Bugungi kun, bugungi tavallud ayyom sizga unutilmas lahzalarni hadya etsin. Farzandlaringizni kamollarini, baxtlarini, shodliklarini ko'rib yurish hamisha ikkalangizga nasib ro'zalasin. Ota-onalaringiz hamisha sizlarning baxtingizga omon bo'lsinlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va ushbu she'rni ham aynan Sunnat akamizning nomlaridan qabul qilasiz. Sendaqasi yo'q bu olamda. Muhabbating har bir nolamda. Hatto rohat, dardu olamda sevmasang ham sevgan bo'lardim. Eng chiroyli gulsan chamanda, go'zallikning hammasi sanda. Bo'lsaydi iqtidor manda, suratingni chizgan bo'lardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tikkan bo'lardim. Ishqing bilan yashayman hamon.
ishon, seni sevaman yomon. Ko'nglimdagi umidsan, ishon, sen bo'lmasang nima qilardim? Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tikkan bo'lardim. Yana seni degan bo'lardim deya sizni hamisha mana shunday ulug'lagan, mana shunday muhabbat bilan yaxshi ko'rguvchi Sunnat akamiz barcha yaqinlaringiz nomidan yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat aka, sizlarga ham kattadan. Xo'p, muhabbatlaringiz abadiy bo'lsin. Kattadan kelishar. Bo'lsaydi iqtidor manda, suratingni chizgan bo'lardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tikkan bo'lardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tikkan bo'lardim. Huzuringda haylasang mehmon, etar edim ishqim namoyon. Mazza qilib bir oromijon, bog'laringda kezgan bo'lardim. Yoding bilan yashayman hamon, ishon, seni sevaman yomon. Ko'nglimdagi umidsan chunon, sen bo'lmasang nima qilardim? Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tikkan bo'lardim.